Sikemen nahvoy O'zbekiston so'ketgan boyni skem. Местоположение topdim men. Men sizlardan uzr so'rayman hammalaringizdan. Chiqov bola ekansiz-ku, brat. Tilda ehtiyot qilish kerak uka. Erkak bu nahvoy, erkak bu. Qirg'izmi, o'zbekmi, tojikmi? Hammaga xudo bor aka, mana chiroyli bo'lib o'tiribsiz, kechirimlarni so'rab, даже tiz cho'kyapsiz aka. Qirg'izga nollar bo'ladi. Sikemen nahvoy O'zbekiston so'ketgan boyni sikemen. Tushundingmi? Ko'ting yetsa Turkiyadaman. Turkiyadagi qirg'izlarni qaysingni yuborsang yubor, sikemen men. Hatto shu gapimga javob. Keladiganing mana. Nomerimni men shu yerda qoldiraman. Taga. Tushundingmi? WhatsApp desang WhatsApp, Telegram, Imo, hamma narsadan bor. Sike bo'ynayman. O'zbekiston so'kaydiganingda, boshqa narsa qilaydiganingda bo'yingda. Tushundingmi? Omlaringga qo'tag'im sizlarni biladi. Yibanutlar. Merimda men shu yerda qoldiraman. Taga. Silo. WhatsApp desang WhatsApp, Telegram, Imo, hamma narsadan bor. Sike bo'ynayman. O'zbekiston so'kaydiganingda, boshqa narsa qilaydiganingda bo'yingda. Tushundingmi? Uzrimni so'rab video chiqardim Uzr aka. Lan qaytalana shunday so'zlar. Aka bo'ldi uzr. Boshqa qaytarmaydi. Aytib qo'y, najaringga 5 kun o'lasan o'sha, bo'ldi. Местоположение topdim men. Uzr aka, uzr. Qaytib ne qilasan ham bu jag'ini ham? Qirg'iz eliga qancha javob berasing? Bo'ldi aka, uzr dedim-ku. Boshqa qaytarmaydi. Uzr. Assalomu alaykum hamma qadrbaland qadrdonlarim, do'stlarim, akalarim, opalarim, ukalarim, singillarim. Men bilib bilmasdan orqasini surishtirmasdan bir video chiqarib qo'ygandim. O'sha videomda Qirg'izistonliklar haqida gapirgandim. Qirg'iziston ahli. Men sizlardan uzr so'rayman hammalaringizdan. Hatto shu birinchi ayb kimdaligini bilmasdan birovlarga ishonib video qo'ydim. O'shaning uchun agar mendan o'tgan bo'lsa uzrimni so'rayman men. Hatto shu hurmatlaringiz cheksiz. Bo'ldi. Men uzrimni so'radim akalar. Uzr. Mayli, bismillahirrohmanirrohim. Avvalambor assalomu alaykum barcha TikTok ahliga. Nima desam bo'ladi? Shavkat Buxarskiy emas u. Shavkat aka, eshitib oling gapimni. Yo'siz katta mayli xuysini pozor qilish, o'zbeklarni pulni pozor qilish, nicho strashno emas. Eshiting. Sizni videolaringizni ko'rdim. Onadan ketmaylar, onadan ketganlar bitta ushlab biznes qilaman. Aka, men o'yladim siz normalni krasavchi bachada вообще. Chiqov bola ekansiz, brat. Ninada просто так o'zbeklar obro'ni tektiz. Men endi o'zim ham Buxoro, aka. Buxoroni вообще yerga urvordingiz-da, aka. Bekorni nakalarni o'tiribsiz. Qancha bir uzr so'rashga so'rang, naxuy qilasiz bunaqa ishlarni qilib. Короче, sizdan bundan keyin kim qayerdansan desa, Buxoro yo O'zbekistondan man dema. Washington TikTokdan polni chiqib keting, tamom. O'zini obro'yingizni ushlab qo'ying, brat. Omon bo'ling. Assalomu alaykum. TikTok ahliga. Короче, bu video murojaat o bratishkaga, Shavkat Buxarskiy. Uka, men ham Buxorodanman. Birovga og'irligim tushmaydi. Kuchim yetadi, so'nchomchas kuchim yetadi. Normal yuribman. O'zimni bosib. Tilda ehtiyot qilish kerak uka. Bu suyaksiz til har narsaga boradi. Nima qilding? O'zingga o'zing cho'qoz deymi? Hamma hurmat qilardi. Hurmatingni qo'chirib, bo'ljoying bo'libdi mana. Senga bu ham kam. Ikkinchi qilmaysan-da, bir ikki marta nakazaniya qilsalar mana shuni ikkinchi qilmaysan o'shing. Normal o'zingni bosib olasan. Razbor ko'chani ko'ribsan-da endi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va aziz musulmon ahli. Bu videoni qilishimdan maqsad hozir TikTokda bir videoga ko'zim tushib qoldi.
qirg'izlar bilan o'zbeklar millatchilik, ya'ni odam ajratish nimadan qilyapti. Bu video hozir buni aytishimdan sabab hammamizni kelib chiqishimiz bir insonga qadaladi. İnsanın hech qanday begonasi yo'q, hech qanday. Hammamizni kelib chiqishimiz bitta insonga qadaladi. Yer yuzida nima qilamiz deb odam ajratib, naborat bir-birimizni padushka qilib, doim bir-birimizga yaxshilik qilsak, yaxshi bo'lmaydimi? O'zimizga o'zimiz gunoh qilib nima qilamiz? Bu dunyoda inson faqat yaxshilik olib ketadi. Yaxshilik, boshqa hech nima olib ketmaydi. O'shani unutmangizlar. Iloji bo'lsa mehr-oqibatli bo'laylik. Mehr-oqibatli. Iltimos, aziz yurtdoshlar. Shavkat Buxarovskiy pidaras so'ka. Qirg'izlar nakalini qo'yaman deb o'zing nakalini o'tiribsan-ku, pidaras so'ka. Ko'tingga javob bera olmaysan, nima qilib gapirasan, nima gapirasan buncha pidaras? Nakalini qo'yganlar qirg'izlarni. Kelib o'zing ko'tingga nakalini qo'ydirib ketibdi-ku bachalar bilan pidaras. Sen o'ylaysan-ku, unaymi debdi, ha? Pidaras so'ka. Erkak bu, naxu, erkak bu. Qirg'izmi, o'zbekmi, tojikmi? Luboy ham hammamiz musulmon ko'zimiz biladi. Bir-biring ko'ting kavlagancha undan ko'ra bir yordam qilish o'ylagin, gandon so'ka. Qana kelib qirg'izlar nakalini qo'ydirib ketdi. Ana. Sen o'ylaysan-ku, hazil deb o'ylaysan-da? So'ka biladi. Sanda ichlar chichib yuriydi biladi, nastitsan biladi, pidaras so'ka. Ana shu butun O'zbekiston. Assalomu alaykum, Shavkatbek aka, tuzimsiz? Yaxshimisiz aka, charchamasdan. O'g'ini kechki payt prямой efiringizda gaplashuvdik. Urug'aymog'ingni o'qilaman, bu qilaman degandingiz. Onang, ota-onang, buving. Ash paytda men sizni bir og'iz so'kmagan edim, boshqa qilmagan edim. Hammaga xudo bor aka, mana chiroyli bo'lib o'tiribsiz, kechirimlarni so'rab, даже tiz cho'kyapsiz aka. Aytdingiz, meni bir og'iz so'kinsa, o'qilaman, bu qilaman deganingiz. Даже aka tiz cho'kyapsiz. Akajonim, bundan keyin sizga maslahatim, tilga ehtiyot bo'ling, so'kinmang aka. Har xil gaplarni gapirmang. Xo'p. Ota-onangiz tarbiya bermaganmidi deganimda, ashunda mullani ahvolding deyordingiz. Aka, tarbiyali bo'lsangiz, xudo xolasa hamma joyda chiroyli bo'ladi. Salomat bo'ling aka.